Assalomu hammaga. Xudo xolisa navbatdagi obyektimiz. Bu obyektimizda batareyali samotok bo'lgan. To'pli-polla qilingan. Bu joy hammom bo'ladi. Hammom batareyasi ham samotok bo'lgan. Batareyani obrotkasidan to'pli-pollani boshlab oldi mana podachi. Asosli obrotkasi ulangan. Bu joy bitta unitaz o'rnaydi. Joyda перегородка bo'ladi. Keyingi xonamiz to'pli-poll. Kollektorimiz mehrob ichiga o'rnagan. Bu kollektorimizga podachaga ventil qo'yishimizdan sabab ventilni bekitib, tevadan ventilimizdan ham havo, ham turbani ichini tozalash mumkin. Buni kolosga chiqarib olganmiz ulab. Mana shu holatda bo'lgan ishimiz.